4 xonali uyimizning obzorini ko'ramiz. O'rtalar bu birinchi xonasi. Panoramli oynalarga ahamiyat beringlar. Juda ham chiroyli tarzda dvoringiz ko'rinib turadi. Birinchi xonadan chiqdi, endi esa ikkinchi xonani ko'rinishi. Ikkinchi xonadan o'zi 3-xonaga o'tamiz. Bu yoq tomonimizda spalnya xona, spalnyani o'zini sanuzel ham bor, faqat sanuzel dushovoy variant qilingan holatligi. Hurmatli kuzatuvchilar, xonalari ham katta. Mana shu masalaga ham bitta ahamiyat beringlar. Prixoshkani katta va kengligiga ahamiyat bering. Maza qilib stroyni shkoflarni yasatib qo'ysangiz ham maza qilasiz. Podyezddan kirishingizda o'ng tomonda yana bitta xonasi. Jami 4 xona bo'ldi, ko'rdinglar. Bitta xona, 2 ta, 3 ta, bu tomonda yana bitta. O'ng tomonimizda esa kuxnyamiz joylashgan. Bu kuxnylar ham qoladi. Uyimizda sredniy remont holatda turibdi. Mana shu masalaga bitta tomosha qiling, qarang. Dvoringiz qay darajada chiroyli ko'rinib turadi. To'g'ringizda Islom Ota masjidi mana shunday ko'rinib turibdi. Ya'ni uyingizda 5 mahal azon ovozi juda ham chiroyli tarzda eshitilib turadi. Endi esa ikkinchi sanuzelimizdagi marhamat, bu yerda vanna versiyaligi xonalar ham katta. Sanuzellar ham katta. Bu yoqda esa garderobning xonasi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimizda 4 xonali 7-qavatda joylashgan jami 9 qavatli Novostroykada Golden House Assalom sohil turar joy majmuasi. Kadastr bo'yicha 117 kvadrat narxiga keladigan bo'lsa, $139,000 so'ramasa, savdolashadigan joyi bor. Raqamlarimiz turibdi, bemalol aloqaga chiqib uyga ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi.